Mana psixologiyadan gapiring deyaverasiz, masalan, ba'zi bir paytda. Psixologiyada men dars o'tganimda ham ko'pchiligi tushuntirardim. Ong, tana, ruh. Da? Men bu ongni tanani ichida ushab turibdi, tana, da? Lekin tanani nima ushab o'tiribdi? Ruh. O'sha uchun sog'lom tanda sog'lom aql. Miyani, mana neyropsixologiyani o'qiganimdan keyin tushundimki, mana miyani ichidagi hamma neyronlar bular oqsil. Ana endi siz shubhalarga to'layotgan paytingizda, da, ilije o'ylayotgan g'oyalaringiz amalga oshmayotgan bo'lsa va yoki qo'rquvlarga berilayotgan bo'lsangiz, panika, apatiyada, depressiya, stress, agar mana shu holatda surunkali yurayotgan bo'lsangiz, siz bir yeyotgan narsangizga e'tibor bering. U yerda tabiiy oqsillar bormi? Tushunasizmi? Faqat uglayapti. Sababini aytaman, tabiiy oqsil bormi? Chunki oldingiga nisbatan hozir biza informatsion bummi ichida yashayapmiz. То есть har kuni qo'lingizda telefon. Instagramdan chiqasiz, Telegramga kirasiz, Telegramdan chiqasiz, Facebookga kirasiz, Facebookdan chiqasiz, xanna yana YouTubega kirib chiqasiz. Tushunasizmi? Endi informatsiyani miya qaysi organlar asosida qabul qiladi? Bu ko'z, burun, quloq, da, teri va og'iz. Endi siz ko'rayotganingizda yeysiz. Birinchidan yeyishingizni kontrol qilmaysiz. Ikkinchidan nima ko'rayotganingizni kontrol qilmaysiz. Ko'ryapsiz, eshityapsiz. Tushunasizmi? Nima his qilayotganingizni kontrol qila olmaysiz. Men mana shu 800 ta почти konsultatsiya o'tkazganimda odamlarni analiz qildim. Juda ham ko'pchilik odam nima xohlayotganini bilmaydi. Nima xohlayotganingizni bilmaysiz, chunki siz nima xohlashingizni bilmasligingiz uchun sistemada juda ham katta kurash olib borilyapti. Sotsial setda sizni diqqatingizni, sizni fokusingizni o'g'irlash uchun.